Ya'ni kelajakdagi kasbingizni topishingiz uchun Ikigai juda ham katta rol o'ynaydi. Z avlod hamma narsani tez bo'lishini xohlaydi. Kasb tanlashda bir nechta kriteriyalarni bilishingiz kerak. Ya'ni o'sha soha siznikimi yoki yo'qmi? Aniqlab olishingiz mumkin. O'zi maktab bitirgan paytingizda yoki bitirayotgan paytingizda ba'zida fikringiz o'zgarishi mumkin. U fikringiz o'zgarishiga ta'sir qiladigan insonlar bor. Masalan, ota-onangiz aytishadiki, shu o'qituvchi bo'lam, yoki advokat bo'l, yoki vrach bo'l, yoki misol marketolog bo'l deyishlari mumkin. Buni siz yaxshi ko'rasizmi yoki yo'qmi aniqlashtirib olishingiz kerak. Har doim kasb tanlayotganda ota-onaning fikrini ham inobatga oling. Sababi ota-onangiz sizdan ko'ra ko'proq narsani biladi. Z avlod hamma narsani tez bo'lishini xohlaydi, lekin hayotda hamma narsa ham tez bo'lavermaydi. Shuning uchun ota-onaning fikrini albatta inobatga oling. Keyin qiziqishlaringizni ko'rib chiqing. Ikkinchi navbatda qiziqishlaringiz. Haqiqatan ham siz shu sohada qiziqasizmi yoki yo'qmi? Misol faraz qiling, ota-onangiz sizni vrach bo'lishingizga xohlashyapti. Lekin siz kimyoga, biologiyaga qiziqmaysiz yoki qaysidir vrach bo'lishga qiziqmaysizmi? Uni ota-onangiz bilan bamaslahat o'tirib gaplashing. Dadajon, onajon, men bu sohaga ozgina qiziqmayapman. Men misol texnologiya sohasiga qiziqyapman. Mashina haydashga, mashinalarni ta'mirlashga qiziqyapman. Keling, meni shu sohada yo'naltiringlar desangiz, bu boshqa gap. Lekin ota-onangiz aytsaki, "Sen bolam yaxshi vrach chiqadi sendan. Sen vrach bo'lishing kerak" desa, "Men game klub ochaman yoki anaqa qilaman." Qanaqadir balandparvoz gaplarni aytib o'zingizni chalg'itmang. Siz nima yaxshi ko'rishingizni bilishingiz uchun yaponlarning bitta formulasi bor. Bu formula Ikigai deb ataladi. Ya'ni kelajakdagi kasbingizni topishingiz uchun Ikigai juda ham katta rol o'ynaydi. Har bitta inson kasb tanlashdan oldin yoki hayotda qanaqadir maqsad qo'yishdan oldin avval o'ziga Ikigai'ni topib olishingiz kerak. Ikigai'ni qanaqa qilib aniqlaymiz? Men sizlarga o'z e'tiboringizni tushuntirib beraman. Birinchisi, siz nima ishni yaxshi ko'rasiz? Misol, nima mashg'ulot qilganda maza qilasiz? O'sha ishni yozishingiz kerak. Misol, u bo'lishi mumkin kompyuter o'ynash, u bo'lishi mumkin sport, u bo'lishi mumkin qanaqadir sayohat qilish, u bo'lishi mumkin odamlarni operatsiya jarayonlarini maza qilib tomosha qilishingiz mumkin. U bo'lishi mumkin rasm chizishni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Yozib chiqasiz. Bir nechtasini, 10 ta, 15 ta, nechta narsaga qiziqasiz, yozib chiqasiz. Ikkinchi qatorda nima ishni yaxshiroq qilasiz? O'shani yozib chiqasiz. Siz bo'lishi mumkin sport bilan yaxshi shug'ullanasiz, yaxshi yugurasiz, yokida mashinani yaxshi haydashingiz mumkin, yoki rasm yaxshi chizishingiz mumkin. Shularni yozib chiqasiz. Uchinchi narsa, bu odamlarga shu kasbingizdan qanaqadir manfaat tegadimi? Ya'ni jamiyat sizni kasbingizdan biror foyda ko'radimi? Masalan, siz kompyuter o'ynashga qiziqishingiz mumkin, kompyuter yaxshi o'ynashingiz mumkin, lekin jamiyatda sizga yaxshi kompyuter o'ynashingizdan manfaat bormi yoki yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi, buni o'chirasiz. Misol, sport bilan shug'ullanishingizda jamiyatga bir manfaat bormi? Bor. Misol, siz sport targ'ib qilishingiz mumkin, chempion bo'lishingiz mumkin, olimpiada chempioni bo'lishingiz mumkin. Uni, например, ko'rib chiqasiz. Misol, mashina, texnologiyalarga qiziqasiz, qanaqadir noodatiy narsalarni ixtiro qilasiz. Jamiyatga foydasi bormi? Bor. Qanaqa misol? Qanaqadir tok ishlab chiqaradigan narsa qilishingiz mumkin yoki simlarni payvandlab o'zingizcha nimadir ixtiro qilishingiz mumkin. Robototexnikaga qiziqishingiz mumkin. Ularni yozib chiqasiz. Keyin misol, bu ishdan pul topsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Yozib chiqasiz. Misol, siz kompyuter o'ynashni yaxshi ko'rasiz, siz yaxshi kompyuter o'ynaysiz. Misol, odamlarga qanaqadir foydasi tegmasligi mumkin, kompyuter o'ynashdan pul kelmasligi ham mumkin. Demak, bu ishni ustidan urasiz. Demak, kompyuter sohasi, ya'ni kompyuter game klublar, gamer bo'lish sizning sohangiz emas. Demak, buni ustidan o'chirasiz. Misol, mashinalarga qiziqasiz, mashinalarni yaxshi haydaysiz, texnikalarni haydab odamlarni uzoqni yaqin qilishingiz mumkin, og'irni yengil qilishingiz mumkin. Jamiyatda foydasi bormi? Bor. Demak, bu orqali pul topsa bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, bu sizni bitta ikigaiz bo'ladi. Yoki u boshqa narsa bo'lishi mumkin. Masalan, siz rasm chizishlarni yaxshi ko'rishingiz mumkin. Rasmlar sizga yoqadi. Rasmlarni yaxshi chizasiz. Chizgan misol dizaynlardan odamlar qanaqadir manfaat topishi mumkin. zamonaviy nimadir vizuallar, dizaynlar, grafikalar qilishingiz mumkin.
Demak, sizga jamiyatda foydasi bormi? Bor. Buni orqasidan pul topsa bo'ladimi? Misol, dizayn qilib, rasm chizib yoki Photoshopda nimadir narsa qilib pul topsa bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, bu ham sizni bitta ikkigayiz bo'ladi. Eng oxirida eng yuqori ball to'plagan kasb o'sha sizni ikkigayiz bo'ladi. O'sha 4 ta narsa birlashgan nuqta sizni ikkigayiz bo'ladi. Buni o'zingiz yozib chiqasiz. Agar ikigay topishda qiynalsangiz, kommentariyada shunchaki plus qoldiring. Men sizga ikigay formulasini tashab beraman. Yoki pastda Telegram linkini qoldiraman. Telegramga kirasiz. U yerda link bor. Bossangiz, meni yopiq Telegram kanalimga olib o'tadi. U yerda men ikigayga qanaqa qilishni formulasini tashab qo'yaman. Bemalol foydalaning. Kelajakda kasbingizni o'zingiz tanlab, o'zingiz maza qilib, o'sha ishning orqasidan yaxshi daromad qilsangiz, o'sha ishni maza qilsangiz, ertaga mana shu odam mana shu kasb tanlashimda yordam bergan desangiz, biz xursand bo'lamiz. Haqqimizga duo qilib qo'ysangiz, bundan boshimiz ko'kka yetadi albatta. Ukalarim, do'stlarim, akalarim, hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Sahifamizga obuna bo'linglar. Bundan-da foydali videolar, bundan-da manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Bizning kuchimiz, motivatsiyamiz sizlar bosadigan layklarda, sizlar yozadigan ijobiy kommentariyalarda. Negativ yozsalaringiz ham rozimiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.